Koreyada juda ham ko'p uchraydigan holatlardan bittasi ilk bor maoshingizni, pulingizni olgan payti birdaniga hammasini ishlatib yuborishingiz bo'ladi. Birinchi oylik maosh tushgan payti albatta do'stlaringiz bilan bir qayergadir sayohat qilish, kiyim olish, xarid qilish, ovqat, produkt, yana hayotiy kerak bo'lgan produksiyalarni hamma oladi. O'sha pulni deyarli hammasini birdaniga ishlatib qo'yadi. Va o'ylaydiki, keyingi oy baribir oylik olaman-ku, u bu deb o'ylaydi. Lekin Koreyada yurganlar masalan biladi, avvaldan kelganlar biladi, har qanday vaziyatlar bo'lib qolishi mumkin. Koreyada oylik olgan payti iloji boricha o'zlaringizga kerak bo'lgan, birinchi navbatda kerak bo'lgan, ruschasi aytganda необходимый deydi. Shu kerakli bo'lgan narsalarni birinchi olib, keyin bir qismini, o'shanda ham bir qismini o'sha jamg'arib, baribir o'zlaringizga kerak bo'lgan, kichikroq bo'lgan bir qismini jamg'arib, undan keyin o'zlaringizning xarjlaringga sarflasanglar yaxshi bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, bitta chiroyligina like tugmasini bosib ketinglar. Agar sizlarda ham shunaqa bir voqea bo'lganmi, kommentariyada o'zlaringizning fikrlaringni yozib qoldirib ketinglar.